Ma'lum bo'lishicha, bu yil kirgandan buyon Sharq Turkistondagi Xitoy temir yo'l shirkatlarining Xinjiang sho'basiga qarashli Alatau, Qo'rg'os va Kuytun qatorliq chegara eg'izlari orqali O'rta Osiyodan o'tadigan Xitoy-Yevropa yuk poyezdi soni 10 mingga yetgan. 82 liniyadagi poyezdlar Yevropadagi 24 soatdagi 200 shaharga yetib borgan. Ko'zatchilarning qarashicha, Xitoy hukumatı Sharq Turkistonning boyligini o'zining manfaati uchun ishlatyapti. Ammo bu boyliklarga ega bo'lgan yerlik xalqni hech qanday foyda bilan ta'minlamaydi. Hozir irqiy qirg'inchilikni davomlashtirayotgan Xitoy hukumatı Sharq Turkistonning boyliklari va majburiy emgak mahsulotlarining eksportini oshirmoqda. Shundaqla rayonning tabiiy boyliklarini Xitoy o'lkalariga to'shishni tezlatmoqda. Xitoyning harbiy iqtidorining kunsiri kuchayishiga qarata Yaponiya ballistik boshqariladigan bomba zapasini ko'paytirib, taxminan 1000 dona yiroq masofalik boshqariladigan bomba setib olishni planladi. Kyoto agentligining kabinет manbalarini asos qilgan xabarga qaraganda, Yaponiya davlat mudofaa ministrligi Xitoyning kunsiri kuchayayotgan harbiy iqtidorini baholab, aslida Yaponiya o'zini qo'g'dash armiyasining 2024-yillik xamchut loyihasiga kirgizilgan boshqariladigan bomba turini 2023-yillik xamchut loyihasiga o'zgartgan. Xitoy davlat bexatarlik ministrligi Xitoyning Tayvanga tajovuz qilishdan keyin Amerika, Yevropa va Yaponiya yurgizalaydigan jazoning qanchalik bo'ladiganligi to'g'risida doklad tayyorladi. Nikkei Osiyo to'g'rida e'lon qilingan xabarga qaraganda, agar Ukrainaga tajovuz qilingandan keyin Rossiyaga yurgizilganga o'xshash jazo yurgizilsa, Xitoy planliq iqtisodiga qaytishini va Xitoy iqtisodini dunyoga taqashni planlagan. Rossiya Putinning mingisi deb ataladigan Aleksandr Doginning qizining qaslab o'ltirilishidan tavridi. Rossiya Federatsiya bexatarlik idorasi Moskvada yuz bergan bomba hujumida Rossiya siyosiy mutaxassisi Aleksandr Doginning qizi Darya Doginning o'ltirilganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Rossiya bexatarlik xodimlarining so'ziga qaraganda, bu suiqasdni Ukraina istixboroti tashkillagan. Aleksandr Dugin tunji qitim bayonot e'lon qilib, qizining Rossiyaning dushmanlari tomonidan o'ltirilganligini aytdi. Tayvan davlat mudofaa ministrligining xabariga qaraganda, tunugun Orol atrofida Xitoyga tava 15 urush aeroplani va 5 yurish paraxoti ko'rilgan. Bayonotda aytilishicha, Xitoyning aeroplan va paraxotlari elektronlik iz qo'g'lash quroli, charlash aeroplani, paraxot va quruqliq boshqariladigan bomba sistemasi bilan iz qo'g'langan. Xitoyning Sichuan o'lkasida suv o'rnining tuvallishi sababli suv elektr stansiyalarida tok tarqatish krizisi kelib chiqdi. Sichuan o'lkasidagi 16 ming ishlab chiqarish zavodi payshanba kunigacha tijoratini to'xtatdi. Oldin qapti chiqarilgan zavodlarni taqash qarorining uzartirilganligini e'lon qildi. Xitoy islom dunyosida kun tartibga kelishga boshlagan Sharq Turkiston masalasida ularning ko'zini bo'yash tashviqotini kuchaytirgan bo'lib, Xitoy bu qitim Pokistonning Islomaboddagi Sunniy Hamra aloqa universiteti, Xitoy tadqiqot markazi 17-avgust atalmish Xinjiang siyosat dialogi nomli yig'in tashkillagan. Yig'inda Pokistonlik Xitoy masalalar mutaxassisi Sultan Xoli Xinhua agentligi muxbirlariga o'zining ko'p qitim Sharq Turkistonni ziyorat qilganligini, Xinjiang xalqining turmushining yaxshi ekanligi haqida yolg'on istifa berib, Xitoyni oqlagan. Atalmish Xinjiang siyosat dialogi nomli yig'inda yana Pokiston Islomobod siyosat tadqiqot o'rnining qo'rchoq tadqiqotchisi Hamza Rifat Husayn Sharq Turkistonning vaziyat ahvoli haqida yolg'on guvohlik bergan.